hammasi o'sha faqat siz yo'qsiz dada. Qizalog'im har kuni eshik tomonga qaraydi, go'yo siz kirib keladigandek. Kech kirishi bilan yonimga keladi, ko'zlarimga termulib sekin so'raydi, dada bobojon qayerdalar, nega biznikiga kelmayaptilar? Men esa bir zum sukut saqlayman, yuragimning bo'ladi. Men unga nima deyay dada, qanday tushuntiray siz ketganingizni? U hali kutishni to'xtatmadi, har kuni sizni sog'inadi. Dada bobojon meni eslaydilarmi degan savoli yuragimni ezadi. Men esa bag'rimga bosaman uni, ko'z yoshimni yashirib. Ba'zan suratlaringizni quchoqlaydi, go'yo siz bilan gaplashayotgandek. Bobojon, men sizni yaxshi ko'raman deb sekin pichirlaydi. Shunda ichimdan yig'layman, chunki sizni men ham sog'indim. Farzandimning har bir sog'inchi mening ham sog'inchim bo'lib qoladi. Dada, agar osmonda bizni ko'rayotgan bo'lsangiz, qizalog'ingizning kulgisini asrang. U hali ham ishonadi, bir kuni eshik taqillaydi va bobojon keldilar deb quvonib yuguradi. Men esa ichimda bilaman, ba'zi kutishlar bu dunyoda tugamaydi.